Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Biz sizlarni futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatib boring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizni qadrlab, videomizga like bosib, o'zlarining yaxshi fikrlarini bildirayotgan muxlislarimizga katta rahmat. Qanunda boshladik. Bugun biz tarixiy uchrashuv arafasidamiz. 8-iyun kuni New York shahridagi Icon stadionida O'zbekiston terma jamoasi uchun hayot davomidagi eng katta sinov ro'y beradi. Birinchi marta jahon chempionatiga chiqayotgan oq bo'rilar Niderlandiya jamoasiga yuzma-yuz keladi. Niderlandiya 3 marta jahon chempionati finaliga chiqqan Johan Cruyff, Marco van Basten, Virgil van Dijk kabi ulkan yulduzlarni dunyoga bergan mamlakat. Bu nafaqat oddiy o'rtoqlik uchrashuvi. Bu O'zbekistonning jahon chempionatiga tayyorgarlik imtihoni. Tayyormisiz? Boshladik. Avvalo raqibimizni yaxshiroq tanib olaylik. Niderlandiya dunyo futbolining tirik afsonasi. Ronald Koeman rahbarligidagi bu jamoa jahon chempionatiga qanday tayyorlandi? Yevropa kvalifikatsiyasida 8 o'yindan 6tasini g'alaba bilan yakunladi. 2tasida durang o'ynadi. Bironta o'yinda ham mag'lub bo'lmadi. 27 ta gol urdi. Atigi 4tasini o'tkazdi. Bu mudofaaning va hujumning jonli namoyishi. FIFA reytingida 7-o'rinda turadigan Niderlandiya jahon chempionatida F guruhiga tushgan. Raqiblari Yaponiya, Shvetsiya va Tunis. Birinchi o'yini 14-iyunda Dallasda Yaponiya terma jamoasiga qarshi o'ynaydi. Bu uchrashuv ana shu katta sinovdan oldingi oxirgi tayyorgarlik o'yini. Niderlandiya tarkibida kimlar bor? Birinchi, Virgil van Dijk, Liverpool kapitani, dunyoning eng yaxshi markaziy mudofaachisi. Baland bo'yi, havoda hukmronligi va taktik ziyrakligi bilan juda xavfli. Ikkinchi, Frenkie de Jong, Barselona o'yinchisi. O'rta sathni boshqaruvchi va o'yin tarqatuvchi daho o'yinchi. Uchinchi, Ryan Gravenberch, Liverpoolda ajoyib mavsum o'tkazdi. Kuchli, tezkor o'yinchi. To'rtinchi, Tijani Reinders, Manchester City safidagi eng yaxshi o'yinchilardan biri. O'yinlari davomida 15 ta gol, 12 ta golivoy uzatma bergan. Beshinchi, Cody Gakpo, Liverpool hujumchisi, jamoaning asosiy golchisi. Va nihoyat Memphis Depay, Niderlandiya tarixida eng ko'p gol urgan o'yinchi, 55 ta gol, 108 ta xalqaro o'yin. Jamoa kapitani, hujumning markazi. Niderlandiya oxirgi o'yinlarga nazar tashlaylik. 3-iyunda Aljer bilan o'rtoqlik uchrashuvida 0-1 hisobida mag'lub bo'ldi. 10 o'yinlik mag'lubiyatsiz seriyasi shu yerda uzildi. Keyingi natijalar: mart oyida Norvegiyani 2-1 hisobida mag'lub etdi. Ekvador bilan 1-1 durang o'ynadi. Niderlandiyaning eng iste'dodli yaratuvchi o'yinchisi, Tottenhamda o'ynayotgan Xavi Simons jahon chempionatiga bora olmaydi. Chanoq bog'ichi jarohati bilan mavsumni yopdi. Bu Niderlandiya uchun katta yo'qotish. Shunga qaramasdan jamoa hujum kuch jihatidan dunyoning eng kuchlilaridan biri. Endi biz uchun eng muhim qismga, O'zbekiston tahliliga o'tamiz. Tomoshabinlar, bu jamoani bir narsa ajratib turadi. Ular tarix yaratmoqda. Markaziy Osiyodan birinchi martaba jahon chempionatiga chiqdi. Jahon chempionatida K guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi bilan birga. Oson guruh emas, lekin O'zbekiston qo'rqmaydi. FIFA reytingi 52-o'rin, Niderlandiya 7-o'rin. Farq 43 pozitsiya. Ammo futbolda reyting hammasini belgilamaydi. O'zbekiston tarkibidagi yulduzlar. Birinchi, Eldor Shomurodov, jamoa kapitani, barcha vaqt rekordchisi, 44 ta xalqaro gol. Istanbul Başakşehir forvardi, O'zbekistonning bosh quroli. Ikkinchi, Abduqodir Husanov. Bu yil Manchester City safida tajriba orttirdi. Kannavaroning mudofaa tizimini ifodalovchi bosh o'yinchi. Intizomli, kuchli, ziyrak. Uchinchi, Abbosbek Fayzullayev. Kvalifikatsiyada 4 gol, 2 golivoy uzatma. Jamoaning poydevori. Niderlandiya taktikasi. Koeman 4-2-3-1 tizimini qo'llaydi.
Gravenberg va De Jong markazda himoyachi rol o'ynaydi. 4 qanot erkin hujum qiladi. O'yin tezligi juda yuqori, bosim doimiy. O'zbekiston taktikasi. Cannavaro 5 mudofaali tizimni afzal ko'radi. Husonov boshchiligidagi 5 nafar mudofaachi hujumni to'xtatadi, kontr hujum orqali gol uriladi. Shomurodov va Fayzullayev bu kontr hujumning bosh ijrochilari. Asosiy savol: O'zbekiston mudofaasi Van Dijk, Gakpo, Depay, Reindersdan iborat super hujumni to'xtata oladimi? Niderlandiya kvalifikatsiyada o'rtacha o'yinlarda 3,5tadan gol urgan. Ammo O'zbekiston oxirgi 5 o'yinda o'rtacha atigi 0,8 ta gol o'tkazgan. Mudofaaviy o'yin. Raqamlarni solishtiraylik. Niderlandiyaning oxirgi 5 o'yin natijalari: Litva jamoasini 4-0 ga mag'lub etdi, Finlandiyani 4-0 ga mag'lub etdi, Norvegiyani 2-1 ga mag'lub etdi, Ekvador bilan 1-1 durang o'ynadi, Aljerdan esa 0-1 ga mag'lub bo'ldi. Jami 5 o'yinda 3 g'alaba, 1 durang, 1 mag'lubiyat. O'zbekistonning oxirgi 5 o'yin natijalari bilan tanishamiz. Misrni 2-0 ga mag'lub etdi. Eron bilan 0-0 durang o'ynadi. Gabonni 3-1 ga mag'lub etdi. Venezuela bilan 0-0 durang o'ynadi. Yaqinda Kanadaga 2-0 ga yutqazib qo'ydi. Jami 2 g'alaba, 2 durang, 1 mag'lubiyat. Niderlandiya kvalifikatsiyada 27 ta gol urdi. O'zbekiston kvalifikatsiyada mudofaada juda ishonchli o'ynadi. Kim ustun? Endi bu yog'ini o'yindan keyin bilib olamiz. Aziz tomoshabinlar, yakuniy prognoz vaqti. Niderlandiya Aljerdan mag'lub bo'lib, g'azab va bu o'yinda g'alaba qozonish uchun bu uchrashuvga chiqadi. Motivatsiyasi baland. Biroq O'zbekiston ham jahon chempionati boshlanishidan avval dunyoga o'zini isbotlashga tayyor. New York stadionida oq bo'rlar oranjlarga qarshi nima ko'rsatadi? Biz shuni bilamizki, O'zbekiston hech qachon qo'rqmaydi. Kuchli raqibga qarshi o'ynash bu jahon chempionatiga eng yaxshi tayyorgarlik. Uchrashuvni Toshkent vaqti bilan 8-iyun kuni kechasi soat 23:45 da kuzating. Agar bu video sizga yoqsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlang. Tarix yaratayotgan jamoamizni birgalikda kuzataylik va hamyurtlarimizni qo'llab-quvvatlab turaylik. Yanagi uchrashuvlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'lingizlar. Yashil maydon, jang maydoni tayyor. Har bir o'zbek o'glida bor ulkan zo'r. Orqaga yo'l yo'q, qarshimizda jahon bor. Biz yutmasak bugun bizga maydon. Torislikni qo'sh, zarbani ur, to'xtama. Qo'rquvni o'chir, bu shunchaki qissa emas. O'zbekiston do'stama, urur butun millat oyoqda, orqangda tur. Bu safar zafar bizniki tamom. Olg'a O'zbekiston, olg'a chempion. O'zbekiston olg'a chempion. Husanov devor Shomurodov oldinda, Alaba devor har bitta tilda. Sherlar maydonda, raqiblar hayratda. Biz tarix yozamiz bugun albatta. Har bir gol zarba, har bir gol sabot. O'zbek degan nomni yuksaltir uyg'ot. O'zbekiston do'stama, urur butun millat oyoqda, orqangda tur. Bu safar zafar bizniki tamom. Olg'a O'zbekiston, olg'a chempion. O'zbekiston olg'a chempion. Bu bizning vaqt. Jahon chempionati, dunyo next. O'zbekiston olg'a